qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar. Bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi endi kelgan o'xshaymiz. Ammolar, o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lgandikin, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyma. Voy, onay, qayda beqslar oyaga bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan mushu chaponga. Tagli makonda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 9-qism. Chopon deyma chopon. Shundala qechayotgan narsaning heliqi chopon ekanligini bilib, o'rnimda lassida o'ltirib qoldim. Demak, mening ularni ishontirishim texmi qiyinlashib ketgan. Hatto umid qolmadi degudek darajada edi. Balkim ularmi qumliqdan chiqib ketolmaydiganlar qatoriga kirib bo'lgan bo'lishi mumkin. O'joma ishna. Ko'rmaganni ko'rdikijima adam. Chapammi qachamda deyman. Saidi bizning yinimizga kelib shundoq degash, qo'lining olqini bilan peshonasiga urdi. Shuni dana. Neni ishlarni ko'ribdiman. Ammo ma bugünkidek chaponning yugurib qochqinni ko'rmabdikanman. Ishqilib ajoyib ishlar bo'lib ketdi desa, hayronman. Biz qumliqda necha 10 yillarni o'tkazib, bundoq ishlarning birarnimi ko'rmagan. Endi qiziqarli ishlar ajab oqoqidan ko'rilyotdi. Men Saidi bilan Van boshliqning so'zini birdam anglagandan keyin qarshi yutgan chaponga uzoqdan uzoq qarab ketayotgan Van boshliqning yeniga kelib, ikkisining gapiga gap qistirdim. Van aka, meningcha qaytib ketaylikmikin deyman. Qanday deysiz? Men qarasam bu yerdagi hamma narsalar xiyoliy to'yg'udek bilindi. Ish qilib, yaxshi ishmi emas. Ukam bira shumganda? Yo'q, undaq emas. Lekin Vay, ukam. Lekin Pekinni qo'ysangiz-chi. Qarınga chaponmi put chiqirib qechiyotsa, qanday xiyoliy tuyg'u deymiz buni hamda. Lekin yani shu lekin. Voy gap qilmaga bo'ldi. Ko'pchilikdan ansirayotganingizni bilaman. Shundaqdimi bundoqlik kessak faqat bo'lmaydi deyman. Bo'ldi. Hammalar aram olayli, ha? Hatta biz qiladigan yana nurg'un ishlar bor tehi. Aram olayli. Yerim kecha. Bir chaqda ko'zimni ochsam, yondagi chidirdan bir odamning shapsi anglandi. Odammi yoki boshqa narsami aniq jazmlashtirilmagachga un chiqarishdimmi qo'rqdim. Shundaqdimi bir jur'atga kelib, chidirdan beshimni chiqarib qarab boqdim. O'ylamagan yerdan sirtdan heliqi mo'may bilan matquvan bir nimalarni pichirlashib deyishvatdi. Balamni sana berib turay. Av o'lgur shumni ko'pchilikdan ayirib et.
Әт сәһәрден кечікмісін? Butu. Balları şərgülab qalqan болды eyni. Әрас, елқі пірап бей сордамды şu adamni. Ularning ovozi barg'ancha pasayib ketishdi. Anglayanmagandan keyin menmi qarab turmay kelib o'rnimda yetib oldim. Kallamda ularning bu zodi nima deyishgan edi? Bu xotinlik odam momoy bilan qandoq tunishdi deganlarni o'ylaydim. Ayol o'tmay Matquvan yinimga kirib, dumbamga yenik urdi. Hay, men sizlarni hiliqi melikining qishqa boshlab boraymoqmi? Ha? Rostmi? Hujunam, rasomimdiki, men qo'limizga uzukning sirini biltmichaman. Men uning bu gapini anglab, ikkilanib qoldim. Chunki uzukning ishini menla bilatdim. Demak, bu odam men biladigan, yana men bilmaydigan ishlarni bilatdi. Shunda qilib, yerim kechida Matquvan ikkimiz o'g'irliqcha u boshlagan yo'nalishga mangdiq. Matquvan bu ishni qattiq maxfiy tutimiz degan bahona bilan mangan izimizni pokiz o'chirib etdi. Garchi Matquvandan shu chaqdili gumon qilgan bo'lsam-mu, yanala ishlarni yaxshi tarafga o'yladim. Bunda qilsak bo'larmi? Voy fukam, voy amoq fukam, bo'lmayotgan qiyrivoya una. Men ko'p o'ylaganning hech nimaga foydasi yo'q deb o'ylab tezla ma'qul bo'ldim. Shunda qilib, tong saharga yaqin quduqqa o'xshash qumliqning ostiga tutishadigan bir joyga yetib keldik. Bu joyning usti tor, osti kangri, ham bakli cho'nqur bo'g'ashqa ikki odam orqa-orqadan tushmasa, biroqli tushkili bo'lmaydi. Siz bosh tushingmoqmi? Qandoq tushiman, ha? Orqam bo'lmasa ya. Hujunam, menda boya ayna. Matquvanning talabi bo'yicha men boshda tushdim. Lekin men tushib bo'lgandan keyin Matquvan tushmay, qo'limdagi jiddiy ahvolga yo'liqqanda bir knopka orqali hamrohlarimga belgi beradigan soatni ustiga etib berishimni aytdi. Men yana jiq o'ylamayla qo'limdagi soatni yuqoriga qartib otdim. Orqadanla menga yemaklik tashlab berishga boshladi. Men sal hayronlik bilan yuqoriga qarab varqiradim. Bu nima? Ha? Aniq ko'ramidim. Men kelgicha ayna. Ma'nasan yig'ishtirmoqmi? Uning ovozini anglab, ko'nglim bir shumliqni to'ygandek bo'ldi. Darhol ustiga qarab varqiradim. Aka, bu nima degan emas? Meni tashlab qo'yib ketmoqchimisiz? Gapimni anglab turing. Siz ko'pchilikdan ayrilmasangiz bo'lmaydi. Men cho'qim yenib ketma. Yenib kelgandan keyin sizni chiqarib olmoqmi? Matquvan mening varqirashlarimga quloq solmay, borgancha yiroqlab ketdi. Oxiri qop-qorong'u bir yerda qo'limda chiroqmi yo'q holda so'linib qoldim. Men hamoqat Matquvanga bak ishinib ketib, telefonimni olmabdiman. Qo'limdagi soatdan tortib berib atganim jo'tex. Tuyamana. O'zimni ayblab, heliqi yerda tugilib o'ltirdim. Har qancha o'ylabmi, Matquvanning nemishqa meni yolg'iz solab qo'yishining sababini bilamadim. Shundaq o'ltirib kun kashf bo'ldi. O kuni kechini shundaq tasda o'tkazdim. Lekin alayda ahvol yuz bermagachga Matquvan cho'qim qaytib kelib meni tortib oladi deb o'ylab o'zimni bazladim. Lekin u qaytib kelmay 3 kun o'tib ketdi. U tashlab bergan yemakliklarni pokiz yeb bo'ldim. Qaytib chiqish uchun tirishib baqdim. Ammo ustiga chiqqili bo'lmadi. Lekin ostiga tushkili bo'ladi. Ostiga tushay desam, bir xatarga yo'liqib qolmay deb joyimda kutib o'ltirdim. 5-kuni oxiri sirtdan shapa angladi. Men gap qilmay joyimda jim o'ltirdim. Birdamdan keyin ustidan shu professor beshini tiqib pastga qarab boqqandan keyin asta pastga qarab tushishga boshladi. Men nimish bo'g'inni bilmagachga u meni qutqizg'ili kelgan o'xshaydi deb o'ylab shu professorning tushishini saqlab turdim. U tushib bo'lgandan keyin ustidan Matquvanning beshi ko'rindi. Hay birodarlar, aman buni anlamoqmi hamsa? Matquvan gapini tugitib bir muncha yemaklik tashlab bergandan keyin asta yiroqlab ketdi. Qaraganda shu professormi nimish bo'g'inni bilmasi kerak. Matquvanni chaqirib yerib qolgan chaqda aran to'xtadi. "Hey, sizlar nima ekanlar amdi? Bu zodi qandoq ish?
Ojan! Siz... Shu professor qo'lchiligini yo'rtib meni ko'rgandan keyin birilib varqirab, beshimga tumirdek bir narsa bilan birni urgandan keyin ko'zim qorong'ulashib yiqilib ketdim. Bir chaqda hoshimga kelsam, g'uva chiroq yo'rig'ida shu professor menga qarab o'ltiribdi. O'rnimdan turib, yana tayoq yemay deb orqamga dojidim. Qaşman bo'ldi. Endi urmayman. Jindak paydo bo'lib qolsangiz, qo'rqib ketdim. Jindak deb men seni tushgandimmi qarab turgan. Amsi nimishqa gap qilmaysiz? Silini meni chiqarib olamdikin debdiman. Bo'ldi. Buni deyishmayli. Siz qanday bu yerga kirib oldingiz? Bumi ko'z bo'yashning bir xil turimi ya, ha? Nima bo'yashgan o? Matquvan 5 kundan beri meni yolg'iz tashlab qo'yib, jinimni og'ili tasli qoldi. Uni kammasmikin debdiman. O'ylamagan siz gap qoldingiz. Nima? 5 kun? Shu professor hayronlik nazarida menga birini olib qo'yib, yana gap qildi. Ishkonglar ikki tarafda meni ahmoq qilmay, rost gap qiling ha. Sizlar zodi nima qilmoqchi? Voy aka, mening hech qanday maqsadim yo'q. Sizni kammisli ochliqdan o'latdim. Qarab baqsizlar, yeydigan narsalarni tugab ketgan. 5 kunni qanday o'tkazganimni bilmaylar. Ko'pchilik mening yo'qab ketganimga biranimi demadimi? Fukam, to'la odamni zangli qilmang-a. Yo'qab ketibdim ishtiqi. Necha kundan beri har qism ko'z bo'yash hunarlarini ko'z tikmamdingiz. Shu professorning gaplarini anglab, aniq bir tushunchaga ega bo'lolmadim. Shundaq, ishlar men o'ylagandek bo'lmagan edi. Men o'z xiyolimda ko'pchilik mendan ansiraydi, meni izlaydi deb o'ylagan edim. Chunki Matquvanning qilgan ishlarini ko'pchilik bilmaydi. Asta, gapni agitmay, naq yernilding ha. Ishkinglar mendan nimaga erishmoqchi? Maqsadinglarni aniq bir bilay. Men shu professorga o'zimning bu ishlarni uqmaydiganligimni, Matquvanning meni qandoq aldab epkaganligini, o'zimning qancha kun turganligimni yipidan yingisigacha olib qo'ymay so'zlab berdim. O'ylamagan yerdan shu professorning chiroyi o'ngib ketdi. U o'rnida o'ltirib bir necha tal tamakini chekib o'tgandan keyin dedi. Men bu ishni burunli sezgan. Lekin sizga mu to'liq ishonmayman. Biz 5 kun burun saharda shu professor shundoq deb gap boshladi. Uning deyishicha 5 kun burun men yo'qab ketmabdiman. Aksicha, menga o'z ayni o'xshaydigan bir yigit, ya'ni men ko'pchilikni chaqirib, mening deganlarimning butunlay yolg'onligini, qumliqda undaq sirliq odamlarning aslo mavjud emas ekanligini, mening deganlarim ko'pchilikning ko'rganlari hammasining ko'z bo'yash, ko'rish sezgusi va cho'ng miyani kontrol qilish orqali paydo bo'ladigan bir xil xiyoliy sezim ekanligini debdi. Ondan ko'z bo'yash hunari ishiltib, tunogin qechib ketgan chaponni qaytib paydo qilish orqali ko'pchilikni o'zining gapiga to'liq ishontiribdi. U yana bu narsalarni qumliqda emas, dunyoning har qanday yerda paydo qila oladiganligini aytib, ko'pchilikni chegish xiyollardan qutqizib, ularni qumliqdan tezroq chiqib ketishga undabdi. Men bu gaplarni anglab, ishonmaslikni bilinmayli qoldim. Ko'z oldimga Matquvan bilan Momayning qaysi kuni oqshimi deyishgan gap so'zlari yinish-yinishlab anglanib ketdi. Men joyimda o'ltirib qoldim. Yolg'on gap. Hammasi yolg'on gap. Fukam, ba'zi ishlarga unchalik umidsizlanmang. Bu yerga qamalg'ini yolg'iz sizlamas-ku. Men shu professorning gaplarini anglab, to'liq gangirab qolgandan sirt tuvandagi xiyollar kallamdan kechdi. Birinchi, agar uning so'zi rost bo'lsa, mening siyoqimdagi u odam kim? Momayning o'g'li? O'lgur. Matquvan degan o'lgur menga nimishqa bunda qiladi? Acaba u shu professor ikkimizni o'lsin deb o'ylamdigandi? Ikkinchi, yana bir nuqtadan aytganda, agar shu professor bilan Matquvan birlashib meni aldayotgan bo'lsa-chi. Lekin men ularga nima yomonlik qilgan? Bunda qilishning nima ahamiyati bor? Yana iliqi Momay bilan paranglashayotganini o'z qulog'im bilan anglagan. Bu ehtimollikmi tuvan? Uchinchi,
Mo'may manga shu professor bilan meni qumliqdan chiqolmaysan degandek qilgan. Balkim rostilla shundoq o'xshaydi. Kallam mana mushundaq chekish xiyollar bilan to'shib ketdi. Mush yerda o'lib bo'g'icha yana qandoq ishlarni boshdan kechiraman. Ish qilib qiynalmay o'lsam bo'ladi. Nimandaq teshikdek bir joyga qarab o'tirsiz. Sizmi bilanimi deysingizchi? Shu professorning so'zini anglab diqqatimni yig'dim. Lekin hozirgi bu ahvolimda shu professorga bu ishlarni tushundirgim yo'q. Chunki o'zimmi bo'lib o'tgan ishlarni tushunmaydigan tursam, tushundim degan taqdirdami nimaga foydasi? Men nima bu dialektdami? Hozir bir nima degudek holim yo'q. Desammi, nim foydasi? Ukam, konularda o'lsangmi sababi bilan o'l degan gap bor. Hech bo'lmasa o'zimizning nima sababdan mushunda qolga tushib qolganimizni bakli bilgin bor. Mush ishlarga bir javob topib olsam, qumliqdan chiqammisan mayli deding ha? Hey, rastilla mushundaqli o'lib ketamizmi? Bir nim demakdas. Ish qilib o'lsammi ko'zim o'chib qoladigan bo'ldi. Shu professor shundoq degash, yenini oqtirib, tamakini qo'liga oldi. Tuting afkam. Eng oxirgi ishkis qopdi. Bir taldan chekib o'tib, qanday qilishni maslahatlashayli. Elang. Men tamakini qo'limga olgandan keyin tutashtirib chekishga boshladim. Chekib bo'lgandan keyin shu professor eg'iz ochdi. Men deyman ukam. O'limni kutib yotgandan ko'ra ishkirilib kirib baqsaq qandoq bo'lar? Lekin ichi bakli qorong'u ekan. Kirsak, bir xatar chiqib qolsa-chu. Saqlasaqmi baribir ochliqdan o'lib ketamiz. Yanili bir tavakkul qilib baqayli. Maylamisa. Biz maslahatni pishirgandan keyin osti tarafga qarab mandiq. Bu joy ushshoq toshlar bilan qo'pirilgan bo'lib, bosh tarpi bir nechaylan qistilishib, aron patqudagi holatda bo'lsa-mu, ishkirsiga kirgan seri bara-bara kengayib mengishga boshlagan edi. Biz yarim kun mangandan keyin osti tarafdan suv manbasi saqlangan bir joyga usib to'xtab qoldik. Chunki oldimiz mushu kichikgina suv manbasi bilan to'silib qolgan edi. Hey, qiziq ish. Bu suv ostidan qaynab chiqyapti nima? Ha? Shundoq ekan. Buni ko'rib bir ish esimga kelganda qildi. Qaysi ish? Ilgari bir kitobdan Deklamakandagi 9 quduq va 9 buloq deb o'qiganda qilib edim. Esimda qilishicha, hammasida mushundoq ozroq suv manbasi bo'ladi deyilgan. Bu qandoq gap amdi? Hech qandoq gap emas. Bu yani qo'lg'onlar bek cho'nqur qo'labdi. Shunga yarasizdiki bu suvning o'ziga tushliq ilmiy yakuni bor bo'ladi. Hanin bo'lsa biz ustab ketmaydigan bo'ldik. Ustab ketmaganimiz yaxshi. Lekin bu suv uzoqdan beri mushundaq turgan bo'lsa, bizga bir ish bo'lib qolmaydi, degil bo'lmaydi juma. Qandoq deysiz? Bu suv uzoq vaqt mushundaq turgan bo'lsa, bu joydagi nurg'un jonivorlar bu yerdan suv ichidi. Kagini yoshroq narsa bo'lsa tutib yeymiz. Navoda odam ko'rib boqmagan. Bir narsa bo'lib qolsa, ish qilib qarmoq ta'limiz kagindek turgani bilan bu bizni nasbasqini. Lekin bu yerning kirish eg'izi bak egiz. Bizmi tushgan bilan chiqolmagan tursak, har qancha bo'lsa-mu bu yerga kirib chiqalg'udek narsa yo'q-ku. Gap dal mush edi. Boy kagicha men bak diqqat qildim. Yerda ma'lum bir narsaning 5 barmoqlik izi qopti. Izning shaklidan qaraganda odamning shapiliqiga o'xshaydi ekan. Lekin odatdan tashqari cho'nqur petib ketibdi. Yana bir nuqtadan essaq, bir qushdakmi qiladi. Lekin qumliqda qanday qush bo'lar? Shunga kesib aytamanki, bu joyga bak egiz sakraydigan. Yoki tamu chaplashib bang'alaydigan. Yoki bo'lmasa uchalaydigan bir narsa suv ishkili keladi. Uchish imkoniyati bak to'van. Chunki kirish eg'izining usti sal kichikkan. Qanot urish absiz. Bu gaplarni anglab
kallam sal qayg'andek bo'ldi. Demak, bizni kutilmagan xatar saqlab turgan. Qaraganda, qumliqda o'lish peshonimizga putilib ketgan o'xshaydi. Heliqi matquvan degan bir nima bizni qasdan mush yerga solab qo'yibdi. Yavoyi maxluq kelgucha o'lib qolmasin deb yemaklik tashlab beribdi. Demak, yavoyi maxluqning bizning go'shimizni tirik yeyishni orzu qildi ekanda. Sizcha endi qanday qilsak bo'lar? Biz biror joyni ko'lab yoshirnayli. Ondan eliq narsaning kelishini saqlayli. U kelganda kichikroq narsa bo'z tutib yeymiz. Bakchong maxluq bo'lsa, joyimizda yoshirni bergis shab chiqamaymiz. Shunda qilib, ikkaylan maslahatni pishirgandan keyin qayerni ko'lash to'g'risida o'yinlayli deb tursak, boya biz kirgan tarafdan shipirlagan ovoz anglanishga boshladi. Ig'iz tarafdan ovoz kelyotdi. Shu professor shundoq degach, qo'l chiroqni boya biz kelgan tarafga yo'ritgan edi. Yerga choplashib turgan qip-qizil ikki tal ko'z yo'rdi. Bu nima endi? Bir nim demakdas. Müdürlimay turib baqayli. Biz shundoq deyish bo'g'icha, eliqi narsa borgancha yiqilib, chiroq yo'rig'ida badini ko'rinishga boshladi. Bu narsa mangan chig'idimi yerga choplashib turadigan bo'lib, terisi xuddi to'g'raqning qurib ketgan qovuzligiga o'xshash, orqa tarafida uzun ochmoq qo'yligi bor edi. Beshining ustida xo'razning tojisidek bir narsa bor bo'lib, qarmoqqa nasli qurib ketgan dinozavrga o'xshab qoladi.